Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan yaxshi bir yangilikni ulashmoqchimiz. Tabriklasangiz bo'ladi. Mudarris maktabining 4-filiali o'z ish faoliyatini boshlamoqda. Bugun sizlar bilan maktabning 4-filiali haqida qisqacha gaplashamiz. Marhamat. Ushbu filialimiz xalq orasida yangi Toshmi nom bilan tanilgan bolnitsaga kiruvchi chorrahani Zangata tomonida joylashgan. Ya'ni o'sha chorrahadan taxminan 40-50 metr Zangata tomonga yuriladi. Ya'ni bu lokatsiyamiz, yangi maktabimiz Olmazor, Uchtepa, Yunusobod hamda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida yashovchi ota-onalar uchun juda ham qulay joyda. Maktabimizga kirib kelaverishni mana shunday turniketlar, xavfsizlik tizimi o'quvchilarimizni kuta oladi. Bu yerda o'quvchilarimiz o'sha qo'riqlash xizmati, menejerlarimiz, koordinatorlarimiz tomonidan kutib olinadi. Ulardagi ortiqcha gadjetlar, telefonlar, yeydigan yoki ichadigan narsalar shu yerda olib qolinadi. Maxsus joy qilingan telefonlar uchun va alohida qo'riqlash xizmati uchun. Unchalik kichkina bo'lmagan mana shunday hovli, bu yerda hali o'zgarishlar qilamiz. Ya'ni farzandlarimiz, o'quvchilarimiz o'ynashi, o'tirishi, kitoblar o'qishi uchun sharoitlar qilib beramiz. Bu yerda o'yingohimiz mavjud. Bu yerda bolalarimiz basketbol, voleybol va o'sha qo'shimcha o'zini sport o'yinlarini, sport mashg'ulotlarini olib borish mumkin bo'lgan ajoyib joy mavjud. Demak, maktabning asosiy o'quv binosiga kiramiz. Bu yerda mana shunday qabulxonamiz bor, ya'ni resepsiyonimiz bor. Bu yerda o'quvchilar kutib olinadi, ota-onalar bilan suhbatlar asosan shu yerda bo'ladi. Qabul jarayonlari hozir boshlangan va mana bu yerdan o'quvchilarimiz o'z xonalariga kirishlari mumkin. Xonalarimiz yana ham yorug' bo'lishi uchun asosan oynadan foydalanilgan. Taxminan bitta xonada 20-24 kishiga mo'ljallangan sharoit qilingan. Parta, stol va har bitta xonada o'quvchilar uchun smart doska, smart monitor, yashil va oq doskalar mavjud. Boshlang'ich sinflarimizning har birida mana bunday rakvinalar qo'l yuvish uchun yoki foydalanish uchun, rasm darslarida bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshagan darslarda foydalanish uchun rakvinalar qo'yilgan. Va har bitta bola uchun, ya'ni bu kiyimlar uchun emas, bu o'sha o'zining kitob, daftarlari uchun bunday shakldagi shkaflar bilan ta'minlangan va shuningdek maktabda oyoq kiyim almashtirish mumkin. Ya'ni bizda 8 dan 5 gacha kun davomida shu yerda bo'lganligi uchun o'quvchilarimiz odatiy, ya'ni yo'lda kiyadigan og'irroq, biroz oyoqni qiynaydigan oyoq kiyimlarni mana shu yerda almashtirish imkoniyati ham sinflarda qilingan. Bu umumiy demak sinfxonamiz. Mana bu yerdagi sinfxonamiz ham xuddi shunday sharoitlarimiz bor. Bu sinfimizda asosan yuqori sinf o'quvchilarimiz uchun mo'ljallangan sinfxona bu. Standartlarga, ta'lim bo'yicha standartlarni o'ylanib, o'quvchilar uchun qulayliklarni o'ylab, o'sha uskunalar, xonalarning kengligi hammasi hisobga olinib, bu lokatsiyada ish boshlashimizga yana bir narsa, ya'ni aynan shu bino maktab uchun qurilganligi ham shu yerda ish boshlashimizga sabablardan biri bo'ldi. Boshqa xonalarni ko'ramiz. Xo'sh, tibbiyot xonasi. Tibbiyot xonasida hamma kerakli jihozlar bor. Ular suv, shkaflar, dori idishlar. Tibbiyot xonamiz 1-qavatda joylashgan. Odatda bizda o'sha kun davomida maxsus tibbiy xodimimiz faoliyatini olib boradi. Kichkina kutubxonamiz mavjud. Ya'ni o'quvchilar bu yerda o'zlari self study, ya'ni o'zlarining ustida ishlashlari mumkin bo'lgan joy, albatta ustozlari hamrohligida kutubxonalarimiz bor. Bu yerda o'quvchilar bemalol o'tirib, o'zlari loyiha ishlari yoki o'zlarining ustida sertifikatga tayyorlanish jarayonlarini aynan mana shu xonada olib borishlarini reja qilganmiz. Shu chiqarishi mumkin bo'lgan shu printer, kompyuter bilan ham ta'minlangan bu xonamiz. Umumiy 1-qavatda sinfxonalar va o'quvchilar uchun kutubxona, ustozlar xonasi, rahbariyat xonasi joylashgan. Endi esa 2-qavatga ko'tarilamiz. Demak, bu 2-qavat. 2-qavatda ham sinfxonalar, laboratoriya xonalari hamda mana bunday bolalarimiz uchun har xil seminarlar, konferensiyalar, majlislar qilishimiz uchun bunday sharoit bor. Bizda farzandlari o'qiyotgan ota-onalarimizning xabarlari bor. Mudarris maktabi tarbiyaga ko'proq urg'u bergan maktablardan bittasi va bizda doimiy ravishda qizlar suhbati, yigitlar suhbati, tarbiya darslari va muvaffaqiyatga erishgan insonlar bilan uchrashuvlar, ochiq suhbatlar bo'lib turadi. Mana shunday suhbatlar uchun ajoyib sharoit bor bino. Yangi binomiz. 2-qavatda maktabga tayyorlov guruhimizning xonasi bor. Bu yerga oyoq kiyim yechib kiriladi. Gilam,
oyoq kiyim almashtiradigan joy, smart televizor va bolalarning mashg'ulotlari uchun xona. O'quvchilarimiz, ya'ni maktabga tayyorlov yoshidagi, ya'ni 6 yosh, hali 7 yoshga to'lmagan, maktabga chiqishga vaqti bor o'quvchilarimiz uchun shunaqa xona tayyorlaganmiz. Bu yerda ham smart doska, oddiy doska, parta, stullar va mana bunday shkaflar bolalarni shaxsiy rivojlanishi uchun, fikrlashni kengayishi uchun kitoblar, o'yinchoqlar bilan ta'minlangan. Bu tayyorlov guruhlarimizda rus va o'zbek guruhlari mavjud bo'ladi. Eng asosiy tomoni boshqa joylardan yoki boshqa maktablardan tayyorlov guruhlarining farqi nimada desangiz, bizda tayyorlov guruhlarida ham aynan boshlang'ich sinf ustozlari dars berishadi. Yangi filialimizning har bitta xonasida havo aylanadi, hammasi deraza bor, ya'ni havo aylanish uchun sirkulyatsiya jarayoni hisobga olingan. O'rtada mana bunday bino va atrofda o'sha yorug'lik, havo aylanishlari hammasi hisobga olingan. Ikkinchi qavatda bizda yana IT xonamiz bor, xabaringiz bor. Mudarris maktabi nafaqat ingliz tili, arab tili yoki matematika bo'yicha kuchli. Biz aynan IT hamda robototexnika darslarini ham chuqurlashtirib o'rgatamiz va shu paytgacha robototexnikadan Guinness rekordlar kitobiga kirgan yagona xususiy maktab va IT bo'yicha 100 dan ortiq startaplar qilgan o'quvchilarimiz, bir 500 ga yaqin yangi loyihalar yoki o'sha dasturlar qilgan o'quvchilarimiz bizning maktablarimizda tahsil olishadi. Bu demak bizda IT xonamiz. IT xonamizda mana shunday kompyuterlar bor. Bular hammasi Mac, ya'ni o'sha mashhur Apple firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan o'sha yuqori sifatdagi kompyuterlar bilan jihozlangan. Bu yerda o'qiydigan yangi filialimiz o'quvchilari yangi loyihalar, dasturlar, proyektlar, startaplar qilish uchun hamma sharoitlar yetarli va mutaxassislarimiz ham aynan kuchli mutaxassislarimizni bu yerga jalb qilmoqdamiz. Ikkinchi qavatda yana bizda laboratoriyamiz bor. Kimyo, biologiya fani uchun alohida qilingan laboratoriya xonamiz. O'quvchilarimiz nafaqat nazariy, balki o'sha o'rganganlarini amaliy qo'llab ko'rishlari uchun kimyo hamda biologiya fanlaridan ayrim uskunalar, bu yerda fizika fanidan foydalanish mumkin bo'lgan uskunalarimiz bor. Bu laboratoriya xonamiz unchalik katta emas, lekin bemalol 20 ta o'quvchi o'zining laboratoriya faoliyatlarini, ya'ni sinab ko'rish ishlarini shu yerda qilsa bo'ladi. Har xil o'sha moddalar, xullas o'zini mutaxassis tushunadigan va mazza qilib foydalansa bo'ladigan, o'quvchilarimiz ancha tushunishiga, bilishiga oson bo'ladigan uskunalar bu laboratoriyamizda mavjud. Ikkinchi qavatda ingliz tili, arab tili uchun bo'linadigan sal kichikroq xonalar bor va sinf xonalar ikkinchi qavatimizda joylashgan. Bu binomizni yana bir qulay tomoni, binoning yuqori qismida kattagina yashil maydon bor, ya'ni bolalarimiz qo'shimcha hordiq olishlari, o'ynashlari uchun yuqorida alohida bir maydon qilingan. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Demak, ichkari zinlardan yuqoriga ko'tarilganimizda, tomga chiqqanimizda bizni mana shunday yashil, chiroyli maydon kutib oladi. Bu yerda farzandlarimiz, o'quvchilarimiz bemalol o'ynashlari, xavfsizliklari hammasi ta'minlangan. O'sha reshotkalar, baquvvat qo'yilgan. Bu yerda o'sha o'ynashlari mumkin va mana bunday dars qilishlari uchun yoki o'tirib kitobxonlik, bizda mudarris maktabida kitobxonlik alohida urg'u berilgan. Mana bu yerda bemalol farzandlarimiz kitob o'qishlari, o'tirib qanday mashg'ulotlar, o'yinlar o'tkazishlari mumkin. Bu maydonimiz ancha kattagina, ya'ni hamma o'quvchilarimiz, albatta bizda reja asosida smena qilib o'sha tushlik paytlarimiz, o'yin paytlarimiz, darslarimiz reja asosida bo'ladi va bu yerda bemalol farzandlarimiz o'ynash uchun ancha kattagina maydon mavjud. Endi podolga tushdik. Podolda bizda oshxonamiz joylashgan. Bu yerda bir vaqtning o'zida 180-200 nafargacha o'quvchi ovqatlanishi mumkin sharoit bor. Bu hozirgi sharoitimiz, ya'ni buni yana ham kengaytirish mumkin. Ovqatlar mana bu yerda pishiriladi va shu yerdan tarqatiladi. Pishirilish uchun mudarrisda 4 mahal ovqat beriladi va hamma ovqatlar o'zimizning oshpazlarimiz tomonidan pishiriladi. Bu yerga asosan o'zimizda ishlagan oshpazlar, malaka oshirgan, bizning qadriyatlarimizni, qanday ovqatlar berishimizni bilgan oshpazlarni asosan jalb qilmoqchimiz. Oshxonamiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi va yana bitta qiziqarli joyimiz bor.
Qabul markaziga o'xshagan mana bu yerda o'quvchilarimiz o'zining kitoblarini qo'yib, o'sha stol tennis o'ynab, ovqatdan keyin ozgina vaqtini o'tkazishlari uchun kichikroq joy tayyorlangan va podvalimizda sport zal ham joylashgan. Sport zal anchagina kattagina sport zalimiz bor. O'g'il bolalar uchun alohida kiyim almashtirish xonasi, qiz bolalar uchun alohida kiyim almashtirish xonasi. Lekin ular bir vaqtda sport zalga tushmaydi. Bizning dasturlarimiz bo'yicha o'g'il bolalarga karate, qizlarga esa gimnastika sport turlari mavjud. Ko'rib turibsiz, sport zalimiz anchagina katta. Bu yerda hech bo'lmaganda birlamchi foydalanish uchun, shug'ullanish uchun birlamchi etapdagi o'sha trenajyor qurilmalari deysizmi, toshlarmi bor, shkaflar, xullas karate bilan shug'ullanish uchun va gimnastika bilan shug'ullanish uchun barcha kerakli anjomlar bu yerda bor. Hozir mudarris maktablarining barcha filiallarida qabul jarayonlari davom etmoqda. Bizda 1-sinfdan 3-sinfgacha boshlang'ich sinf ustozining hamda psixologning suhbati asosida 4-sinfdan boshlab esa ingliz tili, matematika fanlaridan imtihonlar topshirib kirish mumkin. Mana bunday ko'rinishda imtihon o'sha daftarchalari, varaqlari bo'ladi va bizga kelgan o'quvchilarga biz pedagogik tashxis beramiz, ya'ni o'quvchining hozirgi holati qanday, uning IQ darajasi, bilimi, diqqati, o'ylashi, fikrlashi bo'yicha bizning mutaxassislarimiz, psixologimiz, fan ustozlarimiz, qabulda o'tirgan fan ustozlarimiz tashxis qo'yib, farzandingiz haqida birlamchi ma'lumotlarni bera olishadi. Yangi filialimizda 0-sinfdan, ya'ni maktabga tayyorlov guruhlaridan 8-sinfgacha qabul bo'ladi va boshqa filiallarimizda esa hozircha 11-sinfgacha qabullar davom etmoqda. Agar siz farzandingizni aynan mudarris maktabida o'qitmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizda qabul davom etmoqda. Farzandingizni imtihonlarga olib keling, uning bilimi, saviyasi, IQ darajasini bilib oling.